Agar siz pensiya olsangiz, pensiyaga chiqishga yaqinlashayotgan bo'lsangiz yoki ota-onangiz, buyingiz, bobongiz pensiya miqdori to'g'ri hisoblanganmi deb o'ylayotgan bo'lsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki pensiya miqdoridagi kichkina xato ham oyma-oy pul yo'qotish degani. Masalan, oyiga 100 ming so'm kam hisoblangan bo'lsa, 1 yilda 1 million 200 ming so'm, 3 yilda esa 3 million 600 ming so'm zarar bo'ladi. Shuning uchun men bugun pensiya miqdorini onlayn qanday tekshirish, qayerdan ko'rish, qanday ma'lumotlarga e'tibor berish va xato topsangiz nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan oxirgi bosqichlarda xato qiladi. Faqat summani ko'radi, lekin ish staji, hisobga olingan davrlar, imtiyozlar va qayta hisoblash imkoniyatlarini tekshirmaydi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu kabi amaliy va pulingizga bevosita ta'sir qiladigan mavzularni muntazam tushuntirib boraman. Oldin pensiya masalasini tekshirish ancha qiyin edi. Odamlar pensiya jamg'armasi bo'limiga borardi, navbat kutardi, pasport nusxasi, mehnat daftarchasi, ariza va boshqa hujjatlarni olib yurardi. Biror ma'lumot yetishmasa, yana ishxonaga borish, arxivdan ma'lumot olish, qaytadan murojaat qilish kerak bo'lardi. Ayniqsa uzoq yillar oldin ishlagan joylari yopilib ketgan, kolxoz, zavod, korxona yoki tashkilot nomi o'zgargan fuqarolar uchun bu jarayon juda og'ir kechardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarga o'tkazilmoqda. Davlat xizmatlari portali, pensiya jamg'armasining axborot tizimlari, soliq va bandlikka oid bazalar, yagona identifikatsiya tizimi orqali fuqaroning ayrim ma'lumotlarini onlayn ko'rish imkoni paydo bo'lgan. Bu nimani anglatadi? Siz uyda o'tirib telefon yoki kompyuter orqali pensiyangiz haqida ma'lumot olishingiz, tayinlangan pensiya miqdorini tekshirishingiz, ayrim holatlarda ish staji bo'yicha ma'lumotlarni solishtirishingiz va murojaat yuborishingiz mumkin. Lekin bu yerda bitta muhim narsani aniq tushunish kerak. Onlayn tizim ko'rsatgan ma'lumot ko'rishning o'zi yetarli emas. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam portalga kiradi. Pensiyam falon so'm ekan deydi va chiqib ketadi. Aslida esa savol boshqacha bo'lishi kerak. Bu miqdor qanday hisoblangan? Qaysi ish yillari inobatga olingan? Qaysi daromadlar hisobga kiritilgan? Imtiyozli staj bo'lsa qo'shilganmi? Oxirgi indeksatsiya yoki oshirishdan keyin summa yangilanganmi? Mana shu savollarga javob topmasangiz, siz faqat raqamni ko'rasiz, lekin uning to'g'riligini baholay olmaysiz. Asosiy qism 1. Nimani bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim unchalik xavotir olmasa bo'ladi? Birinchi navbatda pensiya miqdorini onlayn tekshirish uchun sizda shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotlar bo'lishi kerak. Odatda bu pasport yoki ID karta ma'lumotlari, JSHIR, ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqami, telefon raqami va OneID orqali kirish imkoniyatidir. OneID bu ko'plab davlat xizmatlariga kirish uchun yagona akkaunt hisoblanadi. Agar sizda OneID ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, avval uni yaratib olasiz. Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda bo'lsa, jarayon osonroq kechadi. Ikkinchi muhim narsa, pensiya miqdori faqat yoshga qarab belgilanmaydi. Ko'pchilik men 60 yoshga yetdim, demak pensiyam tayinlanadi yoki hamma teng pensiya oladi deb o'ylaydi. Aslida pensiya miqdoriga ish staji, rasmiy ishlagan davrlar, badallar to'langan davrlar, ish haqi, ayrim imtiyozli davrlar, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik holati, ustamalar va qonunchilikdagi boshqa omillar ta'sir qiladi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Akmal aka 63 yoshda 35 yil rasmiy ishlagan, zavodda usta bo'lgan, ish haqi doimiy rasmiy ko'rsatilgan. Uning mehnat daftarchasida yozuvlar tartibli, ish joylari bo'yicha ma'lumotlar bazaga tushgan. Bunday odam pensiya miqdorini onlayn tekshirganda tizimdagi ma'lumotlar ko'pincha nisbatan to'liq bo'ladi. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki 1990 yillar yoki 2000 yillar boshidagi ish haqi ma'lumotlari ba'zan to'liq aks etmasligi mumkin. Ikkinchi holat. Dilbar opa 57 yoshda pensiyaga chiqish arafasida. U 12 yil maktabda ishlagan. Keyin bolalar tarbiyasi bilan uyda bo'lgan. Keyin yana 10 yil xususiy firmada ishlagan. Agar xususiy firma uni rasmiy ishga olgan, soliq va ijtimoiy to'lovlarni to'lagan bo'lsa, bu davrlar tizimda ko'rinishi mumkin. Agar esa og'zaki ishlash, konvertda maosh olish, rasmiy stavka yarim amalda to'liq kabi holatlar bo'lgan bo'lsa, pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin. Onlayn tekshiruv aynan shuni oldindan ko'rsatishi foydali. Qaysi davrlar bor, qaysilari yo'q? Uchinchi holat. Sobir aka uzoq vaqt chet elda ishlagan, masalan, Rossiya yoki Qozog'istonda.
men 10 yil ishladim, demak bu ham stajga kiradi deb o'ylaydi. Lekin chet elda ishlagan davrlar qanday hujjatlashtirilgani, ikki davlat o'rtasidagi kelishuvlar, sug'urta badallari va rasmiy tasdiqlar muhim. Agar u yerda rasmiy ishlagan bo'lsa ham, O'zbekistondagi pensiya hisobida bu avtomatik tarzda to'liq ko'rinmasligi mumkin. Demak, bunday fuqarolar onlayn tekshiruvdan keyin alohida hujjatlar yig'ishga tayyor turishi kerak. Kimlar albatta xavotir olib tekshirish kerak? Birinchidan, pensiya yoshiga 23 yil qolganlar. Chunki pensiyaga chiqishdan oldin xatolarni tuzatish ostidan ma'lumot olish, sobiq ish joyidan ma'lumotnoma so'rash, ish haqi bo'yicha tasdiq to'plash uchun vaqt bo'ladi. Ikkinchidan, pensiya miqdori juda past chiqqanlar. Agar siz 30 yil ishlagan bo'lsangiz, pensiyangiz kutilganidan ancha kam bo'lsa, buning sababini albatta tekshirish kerak. Uchinchidan, mehnat daftarchasida ko'p ish joyi bo'lganlar. Ish joyi qancha ko'p bo'lsa, xato ehtimoli shuncha oshadi. To'rtinchidan, imtiyozli pensiyaga da'vo qiladiganlar, og'ir sharoitda ishlaganlar, ayrim tibbiyot, ta'lim, sanoat yoki maxsus sohalarda ishlaganlar. Kimlar unchalik xavotir olmasa bo'ladi, lekin baribir tekshirsa foydali. Agar siz butun umr bitta davlat tashkilotida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, maoshingiz to'liq rasmiy bo'lgan bo'lsa, mehnat daftarchangiz toza yuritilgan bo'lsa, xato ehtimoli pastroq, lekin bu tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Chunki tizimga ma'lumot noto'g'ri kiritilgan, familiya o'zgargan, pasport yangilangan, tashkilot nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqanidan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, eski ish joyidagi hujjatlar eski familiyada bo'ladi. Agar bu bog'lanish to'g'ri ko'rsatilmasa, ayrim davrlar topilmay qolishi mumkin. Endi pensiya miqdorini onlayn tekshirish jarayoniga o'tamiz. Eng ko'p ishlatiladigan yo'l bu yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni myPOGAKOV.uz orqali kirishdir. Siz brauzerga myPOGAKOV.uz deb yozasiz yoki telefoningizga rasmiy ilovani o'rnatasiz. Keyin OneID orqali tizimga kirasiz. Agar siz birinchi marta kirayotgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish bo'limini tanlaysiz. Telefon raqamingizni kiritasiz. SMS kodni tasdiqlaysiz. Pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz va JSH raqamingizni kiritasiz. JSH raqami ID kartada yoki pasport ma'lumotlarida ko'rsatiladi. Bu o'rindiqxonali shaxsiy raqam bo'lib, davlat tizimlarida sizni aniq tanib olish uchun kerak. Juda ko'p odam aynan shu bosqichda xato qiladi. Bitta raqamni noto'g'ri kiritadi. Keyin tizim ma'lumot topilmadi yoki mos kelmadi deb chiqaradi. Shuning uchun raqamlarni shoshmasdan hujjatga qarab kiriting. Tizimga kirgandan keyin qidiruv satriga pensiya deb yozishingiz mumkin. Xizmatlar ichidan pensiya miqdori, pensiya tayinlanishi, pensiya haqida ma'lumotnoma yoki pensiya jamg'armasi bilan bog'liq xizmatlarni qidirasiz. Xizmat nomlari va menyu vaqti bilan yangilanib turishi mumkin. Shuning uchun aynan bitta tugma nomiga yopishib olmang. Muhimi, mazmuniga qarang. Pensiya miqdori to'g'risida ma'lumot, pensiya oluvchi ma'lumotlari, pensiya tayinlanganligi bo'yicha ma'lumotnoma kabi bo'limlar bo'lishi mumkin. Xizmatni tanlaganingizdan keyin tizim sizning shaxsingizni avtomatik aniqlaydi. Ba'zan qo'shimcha tasdiqlash so'raladi. Agar elektron raqamli imzo talab qilinsa, erkalitingiz bo'lishi kerak. Lekin ko'plab ma'lumot xizmatlarida OneID orqali kirishning o'zi yetarli bo'lishi mumkin. Bu yerda men tavsiya qiladigan narsa, agar siz pensiya masalalari bilan tez shug'ullansangiz, era olishni ham o'ylab ko'ring. Chunki ayrim arizalar, rasmiy murojaatlar va hujjatlarni tasdiqlashda elektron imzo juda asqatadi. Ma'lumot ochilganda siz bir nechta narsani tekshirishingiz kerak. Birinchisi, tayinlangan pensiya turi yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa turdagi to'lovmi? Ikkinchisi, oylik pensiya miqdori. Bu yerda asosiy summa, ustama, qo'shimcha to'lovlar alohida ko'rsatilishi mumkin. Uchinchisi, pensiya tayinlangan sana. To'rtinchisi, to'lov amalga oshiriladigan bank yoki yetkazib berish usuli. Beshinchisi, agar ko'rsatilsa, ish staji va hisobga olingan davrlar. Agar siz faqat oyiga 1 million 200 ming so'm degan raqamni ko'rsangiz, darrov xulosa qilmang. Masalan, kimdir 1 million 200 ming so'm oladi, lekin uning staji 10800 yil bo'lishi mumkin. Boshqa bir odam 1 million 800 ming so'm oladi. Chunki uning staji 35 yil va maoshi yuqori bo'lgan. Yana bir odam imtiyozli ustama oladi. Shuning uchun summasi farq qiladi. Demak, pensiya miqdorini solishtirganda qo'shnim shuncha oladi. Men nega kam olaman degan yondashuv doim ham to'g'ri emas. Har bir pensiya alohida hisoblanadi.
Eng katta xatolardan biri bu mehnat daftarchasidagi hamma yozuv avtomatik ravishda pensiya hisobiga kiradi deb o'ylash. Yo'q, yozuv borligi muhim, lekin u to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi. Buyruq raqami, sana, lavozim, ishga qabul qilish va ishdan bo'shash ma'lumotlari aniq bo'lishi kerak. Agar yozuvda muhr noaniq bo'lsa, tashkilot nomi tushunarsiz bo'lsa, sana o'chib ketgan bo'lsa, pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, ish staji bilan yuqori pensiya bir xil narsa emas. Staj pensiya huquqi va miqdoriga ta'sir qiladi, lekin daromad ham muhim. Masalan, ikki odam o'tgan yildan ishlagan bo'lsin. Birinchisi doim minimal rasmiy maoshda ishlagan, ikkinchisi esa yuqori rasmiy maosh olgan. Ularning pensiyasi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Shuning uchun men ko'p yil ishlaganman, nega pensiyam kam degan savolga javob ko'pincha rasmiy daromad tarixida bo'ladi. Uchinchi muammo norasmiy ish. Agar odam 10 yil bozorda ishlagan, qurilishda ishlagan, ustachilik qilgan, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan va tegishli to'lovlar qilinmagan bo'lsa, bu davrlar pensiya hisobida muammo bo'lishi mumkin. Men buni aytayotganimdan maqsad kimnidir qo'rqitish emas, balki haqiqatni tushuntirish. Pensiya tizimi hujjat va rasmiy ma'lumotlarga tayanadi. Og'zaki men ishlaganman degan gap yetarli bo'lmaydi. 4-chi muammo ayollar uchun bola parvarishi davrlari. Ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga qo'shilishi mumkin, lekin bu ham avtomatik ravishda to'liq va xatosiz ko'rinadi degani emas. Agar siz farzand tarbiyasi sababli ishlamagan davrlaringiz pensiya hisobida to'g'ri aks etganini bilmoqchi bo'lsangiz, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari, mehnat daftarchasi bilan bog'liq ma'lumotlarni tayyorlab qo'yganingiz yaxshi. 5-chi nozik jihat pensiya qayta hisoblanishi. Pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim holatlarda qayta hisoblash mumkin bo'ladi. Masalan, oldin hisobga olinmagan ish staji bo'yicha yangi hujjat topildi, yoki arxidan ish haqi haqida ma'lumotnoma olindi, yoki fuqaro pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etdi va qonunchilikda belgilangan tartibda bu holat hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun pensiya tayinlandi, endi urf-odat o'zgarmaydi deb o'ylamang. Davlat tomonidan indeksatsiya, oshirishlar, ustamalar ham bo'lishi mumkin. 6-chi xato, onlayn tizimda ma'lumot chiqmasa, demak men pensiya olmayman deb o'ylash. Bu noto'g'ri. Ba'zida texnik nosozlik bo'ladi. Ma'lumotlar integratsiyasi kechikadi. OnIDdagi shaxsiy ma'lumotlar bilan pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlar to'liq mos kelmaydi. Masalan, pasport yangilangan, lekin eski pasport ma'lumotlari ayrim bazalarda qolgan. Yoki familiyada lotin va kirill yozuvida farq bor. Shunday holatda vahimaga tushmasdan ma'lumotlarni tekshirib, rasmiy murojaat yuborish kerak. 7-chi nozik jihat boshqa odamning pensiyasini tekshirish. Ko'pchilik farzandlar ota-onasining pensiyasini telefondan tekshirmoqchi bo'ladi. Bu tushunarli. Chunki yoshi katta insonlar portalga kirishni bilmasligi mumkin. Lekin shaxsiy ma'lumotlar himoyasi bor. Siz ota-onangizning roziligisiz ularning akkauntiga noqonuniy kirishingiz to'g'ri emas. Eng yaxshi yo'l ota-onangiz yoningizda bo'lsin, ularning telefon raqamiga SMS kelsin, ular rozilik bersin, siz texnik yordam bering. Agar rasmiy vakillik kerak bo'lsa, ishonchnoma yoki qonuniy vakillik hujjatlari talab qilinishi mumkin. 8-chi muammo bank kartaga tushgan pul bilan portalda ko'rsatilgan pensiya farqi. Ba'zida fuqaro portalda bir summa, kartamga boshqa summa tushdi deydi. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Oldingi oy qarzdorlik yoki ushlab qolish, bank xizmati bilan bog'liq holat, bir martalik to'lov, qo'shimcha ustama, qayta hisoblash natijasidagi farq yoki to'lov sanasining o'zgarishi. Shuning uchun bitta oyga qarab xulosa chiqarmang. Kamida 2-3 oylik tushumlarni solishtiring va rasmiy ma'lumotnoma bilan taqqoslang. Endi men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, she'r raqami, telefon raqamingiz, mehnat daftarchasi, agar bor bo'lsa, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, harbiy xizmat bo'yicha hujjatlar, o'qish davri bo'yicha diplom yoki ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bir papkaga joylab qo'ying. Ikkinchi qadam, OneID akkauntingizni tekshiring. MyDocu saytiga kiring. Shaxsiy kabinetingiz ochiladimi? Telefon raqamingiz faolmi? Pasport ma'lumotlaringiz to'g'rimi? JSSHIR mosmi? Agar kirishda muammo bo'lsa, avval akkauntni tiklang. Parolni esdan chiqargan bo'lsangiz, telefon raqam orqali tiklash imkoniyatidan foydalaning. Agar telefon raqam
eski bo'lsa yoki sizning nomingizda bo'lmasa, aloqa operatori yoki tegishli xizmatlar orqali ma'lumotni yangilashga to'g'ri keladi. 3-qadam, portalda pensiya bo'yicha xizmatni toping. Qidiruvga pensiya deb yozing. Chiqqan xizmatlar ichidan pensiya miqdori yoki pensiya ma'lumotnomasi bilan bog'liq xizmatni tanlang. Ma'lumot ochilgach, ekranni shunchaki ko'rib chiqib yopmang. Raqamlarni yozib oling yoki PDF ma'lumotnoma yuklab olish imkoni bo'lsa yuklab oling. Telefoningizda skrinshot qilib qo'yishingiz ham mumkin, lekin rasmiy ish uchun PDF yoki elektron ma'lumotnoma qulayroq. 4-qadam. Ma'lumotlarni solishtiring. Pensiya tayinlangan sana siz bilgan sana bilan mosmi? Pensiya turi to'g'rimi? Oylik summa oxirgi tushumlar bilan mosmi? Agar staj ko'rsatilgan bo'lsa, umumiy yillar sizning mehnat tarixingizga mos keladimi? Masalan, siz 1975 yildan 2020 yilgacha deyarli uzluksiz ishlagan bo'lsangiz, taxminan 35 yil chiqishi kerak. Agar tizimda 22 yil ko'rinsa, demak 13 yil qayerdadir tushib qolgan bo'lishi mumkin. Mana shu farqni aniqlash eng muhim ish. 5-qadam, ish joylari bo'yicha alohida ro'yxat tuzing. Oddiy daftar oling va ustunlarga yozing. Ish joyi nomi, ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, lavozim, hujjat bormi yoki yo'qmi? Ma'lumot tizimda ko'rinyaptimi yoki yo'qmi? Masalan, 1992-1998 yillar tuman paxta tozalash zavodi, 1998-2005 yillar maktab, 2005-2004 yillar xususiy korxona. Shu ro'yxat orqali qaysi davr yo'qolganini ko'rasiz. 6-qadam. Xato topsangiz, rasmiy murojaat tayyorlang. Murojaatda hissiyot bilan emas, aniq fakt bilan yozing. Masalan, men falonchi pensiya ma'lumotlarimni onlayn tekshirganimda 1998 yil 15 avgustdan 2005 yil 10 iyungacha bo'lgan ish davrim hisobga olinmaganini aniqladim. Ushbu davr bo'yicha mehnat daftarchamda yozuv mavjud. Mazkur davrni tekshirib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Shunga mehnat daftarchasi nusxasi, buyruq nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi yoki boshqa tasdiqlarni ilova qilasiz. 7-qadam. Arxiv va sobiq ish joylarini aniqlang. Agar korxona hozir ham ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limidan ish haqi va ish davri haqida ma'lumotnoma so'rashingiz mumkin. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, hujjatlar davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Tuman yoki shahar arxiviga murojaat qilasiz. Arxivga murojaat qilganda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, iloji bo'lsa eski manzilini yozing. Qanchalik aniq ma'lumot bersangiz, arxiv topish shunchalik oson bo'ladi. 8-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Onlayn murojaat yuborish mumkin bo'lsa, portal orqali yuboring. Agar masala murakkab bo'lsa, hujjatlar bilan shaxsan borish ham foydali bo'ladi. Lekin borishdan oldin telefon orqali qabul vaqti, kerakli hujjatlar ro'yxati, mas'ul bo'limni aniqlab oling. Shunda bir necha marta qatnashga to'g'ri kelmaydi. 9-qadam. Javob muddatlarini kuzating. Har qanday rasmiy murojaatning ko'rib chiqilish muddati bo'ladi. Murojaat raqamini saqlab qo'ying. Agar javob kelmasa yoki javob tushunarsiz bo'lsa, qayta murojaat qiling. Javobda asos yo'q deyilgan bo'lsa, qaysi asos yetishmayotganini so'rang. Chunki ko'pincha muammo huquqingiz yo'qligida emas, hujjat yetishmasligida bo'ladi. 10-qadam. Pensiyani muntazam tekshirib boring, men tavsiya qilaman. Pensiya oluvchilar har yili kamida bir marta o'z ma'lumotlarini ko'rib chiqsin. Pensiyaga yaqinlashayotganlar esa har 6 oyda bir tekshirsin. Chunki qonunchilik o'zgarishi, tizimlar yangilanishi, yangi xizmatlar paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, pensiya oshirilgan davrlarda kartaga tushgan summa bilan rasmiy ma'lumotni solishtirish foydali. Yana bir real misol keltiraman. Bir fuqaro 22 yil ishlaganini aytadi. Lekin tizimda 21 yil ko'rinadi. Tekshirib ko'rilsa, 7 yil ishlagan xususiy korxonasi hujjatlarini to'liq topshirmagan yoki ma'lumotlar bazaga tushmagan. Fuqaro mehnat daftarchasi, soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumot, sobiq rahbarlikdan tasdiq va arxiv hujjatlarini yig'adi. Natijada pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar u portalga kirmaganida bu farqni bilmasdi va yillar davomida kamroq pensiya olishda davom etardi. Yana bir holat. Ayol kishi turmushga chiqqach familiyasini o'zgartirgan. Eski diplom, eski mehnat daftarchasi va birinchi ish joyidagi yozuvlar qizlik familiyasida. Portalda ayrim ma'lumotlar ko'rinmaydi. Bu holatda nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Demak, pensiya masalasida faqat ish hujjatlari emas, shaxsiy holat hujjatlari ham kerak bo'lishi mumkin. Bugun men sizga pensiya miqdorini onlayn
tekshirish shunchaki portalga kirib bitta raqamni ko'rish emasligini tushuntirdim. Asosiy maqsad pensiya turi, miqdori, tayinlangan sasana, hisobga olingan staj, daromadlar va ehtimoliy xatolarni aniqlash. MyBotGov.uz orqali OneID bilan kirish, pensiya xizmatini topish, ma'lumotni yuklab olish. Hujjatlar bilan solishtirish va xato bo'lsa rasmiy murojaat qilish kerak. Eng muhim maslahat, pensiya masalasini oxirgi kunga qoldirmang. Pensiyaga chiqishingizga hali vaqt bo'lsa ham hujjatlaringizni hozirdan tartibga keltiring. Chunki yo'qolgan bir hujjat, noto'g'ri yozilgan sana yoki tizimga tushmagan bir davr kelajakdagi oylik daromadingizga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz pensiyangizni onlayn tekshirgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Ma'lumotlar to'g'ri chiqdimi yoki xato topdingizmi? Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan muammolarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz yoki pensiyaga yaqinlashayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ularning real pulni saqlab qolishi mumkin.